إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli kardeşler, bugün inşallah sizlerning huzuringizga bir necha yaxshi ishlarni tunishtirmoqchi. Agar biz bu yaxshi ishlarni qilsak, biz farishtalarning duosiga muyassar bo'lamiz, erishimiz. Endi men bu amallarni tanlab olishimdagi maqsad hadis shariflarda bu amalni qon odamga farishtalarning duo qildiganligi bayon qilgan. Bu nima demakchi degan vaqtida bu amallarni Alloh subhanahu va taolaning nati yaxshi ko'rdiganligini bildirdi. Shuning uchun farishtalar bizga duo qildi. Ya'ni shu amalni qon odamga duo qildi. İkincisi farishtalarning duosi ijobat qarindoshlar. Shuning uchun bugun sizlarga mush farishtalar shu ishni qon odamga duo qildigan bir necha amallarni deb bermoqchi. Şu amallarning birinchisi bo'lsa, masjidda jamoat namoziga saqlab, ya'ni namozni kutib turish. Mush namozni saqlab jamoatlar farz namozini o'qiyman deb shu saqlab tursak, farishtalar bizga duo qildi. Bu vaqtda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi wa taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdis." Sizlar aş namaz o'qigan joyinglarda, masjidda shu joydan buldikansizlar, malaikalar sizlarga duo qiladi. Nima deydi o malaikalar? Ey Rabbim, bu insonning gunohini afv qilgin. Ey Rabbim, bu odamga rahim qil, mehribonlik qil deydi. Navada şu adam şu joyda qalaymaqan harakat paydo qilsa dedi. Yana shu masjidga loyiq bo'lmagan ish harakatlarni qilmay, shu namozni kutib, Qur'on o'qish bilan, zikr tasbih etish bilan namozni saqlab tursa, Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi, malaikalar bu odamga duo qiladi deydi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin, yana shu joyimizda qanchalik tura olsak, 15 minut, 10 minut qanchalik turgan miqdorda malaikalar bizga duo qildi ekan qarindoshlar. Bizni malaikalarning duosiga muyassar qildigan ikkinchi ish bo'lsa, mush masjidga kirgan chog'da birinchi safni qoldirmaslik. Bunda deganlik masjid keyinda kirib kishilarningki beshidan atlab birinchi safga o'tish deganlik emas. Masjidga baldur kirib birinchi safda o'tirish. Bu shunda qilsak farishtalarningki duosiga erishimiz, Allohning rahmati bizga yog'di. Bu vaqtda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Innalloha va malaikatahu yusalluna alas-saffil awwal." Qalu va alas-saffis sani. Qal innalloha va malaikatahu yusalluna alas-saffil awwal. Qalu va alas-saffis sani. Qal alas-saffis sani. Bu hadisning mazmuni bunday degan bo'ldi qarindoshlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Alloh birinchi safdagi kishilarga rahmatini yog'dirdi, farishtalar duo qildi" dedi. Lekin sahobalar: "Ya Rasululloh, ikkinchi safdagi odamga-chi" debdi. Rasululloh: "Alloh birinchi safdagi odamlarga marhamat qildi, farishtalar birinchi safdagi odamlarga duo qildi" debdi. Sahobalar yana takrorlab: "Voy, ikkinchi safdagi ya Rasululloh" debdi. "Ikkinchi safdagi shunday qildi" deb qo'ydi. Ya'ni Rasululloh ikki qatim birinchi safga Allohning rahmat qildiganligi, farishtalarning duo qildiganligi dedi. Shuning uchun amal ba mush Allohu akbar deb azon chiqqan ekan, har qanday ishimizni tashlab masjidga menish. Chunki Allohu akbar degan gap, ya'ni Alloh hammadan buyuk, ulug' degan bo'ldi. Shunda azon anglagandan keyin har qanday ish qilayotgan bo'lsak, ma qilayotgan ishimdan Alloh ulug' deb masjidga menib, oldingi safga ulguralsak, Allohning rahmati yog'adi ekan, farishtalar
bizga duo qildi ekan. Nima deb duo qildi? Ey Alloh, bosh bandaning gunohini afv qilgin, jannatga qilgin, unga marhamat qilgin deb duo qildi qarindoshlar. Bu farishtaning duosini qo'ldan berib qo'ymaydi. Bizni farishtalarning duosiga erishtiradigan 3-ish bo'lsa, mush ilm o'qish qarindoshlar. Mayli diniy bilim bo'lsin, mayli fanniy bilim bo'lsin, Alloh rizoligi uchun, musulmonlarning foydasi uchun, musulmonlar xizmat qilish, yer sharini gullantirish, insoniyatga bir kishilik insoniy burchimizni ado qilish va has qo'shish uchun ilm o'rgansak, mana bizga malaikalar duo qildi ekan. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Innal malaikata latadau ajnihatiha litalibil ilmi ridan bih wa innahu yastaghfiru litalibil ilmi man fis samai wa man fil ardi hatta al-hut fil bahr" deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Farishtalar baş ilm o'qiydigan o'quvchilarga qonini shunda yeyib, qonini yayudi" dedi qarindoshlar. Nimishqa desa, mushlarning qilayotgan ishidan mamnun bo'lib ketganlikdan qonini yeyib, mash qontiq biz qontiq dastlab nima deydi? Ya'ni qonini mushunda yeyib yoki soy tushirib yoki mangan yerga mushdan qonini qo'yib turdi deydi. Va bu farishtalar shu o'quvchiga duo qiladi, hattoki dengizdagi aşu bilxla, kitla, lahanglardan tatib hammasi ey Alloh, mush o'quvchining gunohini afv qil, marhamat qilgin deb duo qildi dedi qarindoshlar. Mana bu ilmning naqadar muhimligi. Bir o'quvchi zodi uydan chiqib, uylik o'qishni tugatkichilik, balki o'zini o'qishga atgan bo'lsa 24 soat farishtaning duosiga erishadi degan bo'ldi. Bu nima degan ilmning ahamiyati qarindoshlar. Men dedim, bu faqat diniy bilim emas. Zod insoniyatga foydali har qanday diniy, fanni bilim bo'ldi ekan, mush niyatda, mush niyatimiz xolis bo'lsa, mush o'qigan nishonimiz to'g'ri bo'lsa, mana farishtalarningki duosiga nail bo'ldi ekanmiz. Bizni farishtalarning duosiga muyassar qiladigan 4-ish bo'lsa, boshqalarga har qanday bir yaxshini o'rgatib qo'yish qarindoshlar. Bu yerda ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, ish qilib bir yaxshi bir narsani, u yaxshi narsa nim bo'lsin, mayli din bo'lsin, mayli oshpazlik bo'lsin, mayli navoiylik bo'lsin, ish qilib bir yaxshilikni yana bir sana o'rgatib qo'ysak, mana buningmi ajoyib katta bir ajr var qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Innalloha va malaikatahu va ahlus samawati wal ard hatta an-namla fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khayr" dedi. Ya Allah. Ma anlab turmadik qarindoshlar. Allah'nınki farishtalari, osmondagi bütün maxluq, zimindagi bütün maxluq, hatta chimilar o'zining ash tushiga turib, yuğan lahanglar dengizda turib, mash boshqalarga yaxshilikni ta'lim bergan odamga duo qiladi. Alloh marhamat qiladi. Qolgan hamma osmon zimindagi chimilar, eng kichik chimildan tortib, eng cho'ng lahangchilik mash boshqalarga yaxshilikni ta'lim bergan odamga duo qilib, shu odamga Allohdan marhamat tilaydi dedi qarindoshlar. Demak, ey qarindoshlarimiz, chuqum biz bir tarafdan o'ginayli, bir tarafdan boshqalarga o'gitayli. O'zimizda bir alaylik bo'lsa, bir bilim bo'lsa, bir hunar bo'lsa, bir kasb bo'lsa, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar boshqalarga xolis mush hadisni aslab turib, men Alloh marhamat qildi ekan, farishtalar duo qildi ekan, osmon ahli, dengiz ahli, zimin ahli, hatto eng kichik chumildan tortib eng cho'ng lahangchilik mush butun maxluqotlar menga duo qildi ekan, Allohdan men marhamatlaydi ekan degan mush maqsadda boshqalarga bir narsa o'gitib qo'yayli. Mana mushundaq vaqtda biz ajoyib cho'ng mushundaq ajr savob duolarga nail bo'lamiz.
bizni farishtalarning duosiga muyassar qildigan 5-ish bo'lsa, o'sha Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud ibrish. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid deb o'sha durud ibrish bo'lsa, bizga farishtalarning duosini akildi qarindoshlar. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Man salla alayya salatan lam tazal malaikatu tusalli alayhi ma salla alayhi falyuqil 'abdun min zalika aw liyukthir" dedi. Her qandaq bir adam bana durud abasa, farishtalar o durud avativatgan holatda onunğa davamlı farishtalar duo qiladi. Yani siz qachonki Rasulullahga durud avadi ekansiz, durud o'qiydi ekansiz, farishtalar siz shu durud o'qigan zamonlar sizga duo qilish boshlaydi. Siz to'xtasangiz to'xtaydi, siz durud avasiz, durud payg'ambar durud o'qisangiz, farishtalar sizga duo qildi. Rasululloh deydi: "İnsanlar xalisa jiq qilsin, xalis az qilsin." Yani sen bu yerda degini durudni az o'qisan Rasulullohga az duo erishsan, jiq o'qisan, jiq duo erishsan deydi. Bizni malaikalarning, farishtalarning duosiga erishtiradigan 6-ish bo'lsa qarindoshlar, mush kasal yo'qlash. Bulubmu jinim qarindoshlarimiz biz mash musafirlik yashayotgan, boshqalarning davlatda yashayotgan vaqtida bir-birimizni yo'qlashga, bir-birimizga mehribonlik yetkazishga, mush islomiy qarindoshlik, Uyg'ur qarindoshlik mushuni saqlab qolish bek muhim. Chet eldan nurg'un odamlar mushu yavoy yashaydigan, boshqalar bilan kori yo'q, o'zi bo'lmaydi qarindoshlar. Bu islomiy qarindoshlik bu qat'iy musulmonda bo'lmaydigan bir ish var. Shuning uchun bosh kasal yo'qlaganning qanchalik ajrining bo'lganligini bu hadisdan anglagan qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alayhi 70,000 malak hatta yumsi" deydi. "Wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alayhi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Ya Allah. Bir adam kunduzi bir kasalni yo'qlagan bo'lsa, ta kun o'ltiruvchilik 70,000 farishta onun duo qildi deydi qarindoshlar. Bir adam bir kun o'ltirgandan keyin, ya'ni kechda bir kasalni yo'qlasa, 70,000 farishta kun chiqqichilik shu odamga duo qildi. O adamga deydi cennet bahar buludu deydi. Yani cennet o adamga bahar buludu. Nima degan ulug' ibodat qarindoshlar. Shuning uchun vatanda yo'qlaymiz, ma tuqqanim tema tunishim deb yo'qlaymiz. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Bir bechara musulmon, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarimiz, chunki Uyg'urlar bak g'arib bechara odamlar biz qarindoshlar. Shundoq bir og'rib qopti desa, tunimaslik emas. Men mush 70,000 farishtaning duosiga erishay. Hatto qiyomat kunsi bir jannatda bir bahar bo'lsin desak, mushni aslab turib, birisini yo'qlab qo'ylik qarindoshlar. Ey bir 2 qo'ylik, 3 qo'ylik yoki tatliq so'zimiz bilan Alloh sana shifolik bersin qarindoshim, seni yo'qlab keldik deb mushunchilik qilib qo'ysak, 70,000 farishta bizga bir kun to'liq duo qilsa, mushni qilmasak, nima bo'lamiz qarindoshlar? Bizni farishtalarning duosiga erishtiradigan yana bir ish bo'lsa qarindoshlar, Alloh yo'lida oz to'la pul xarjlash. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulan فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا." Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunday deydi: "Muş tangla atıdiken
her bir insan için iki perişte tushidi deydi. Yani bu periştenin hizmeti. Her bir insan için, Müslüman için iki perişte osmondan tushib, onun birisi, ey Allah, mush Allah yolda pul xashliganga izin to'ldirib bergin. Xashligan pulning izin to'ldirib bergin deb duo qildi deydi. Yani demek bir mo'cham pul xashlab qo'ysak, bir koy, $1, €1, €1 pul xashlab qo'ysak, o'ylab baqil qarindoshlar. Bir perişte ta aş et degan kechgacha, ey Allah, mening xayligan pulning o'rnini to'ldirib bersa deb duo qildi dedi qarindoshlar. Agar xajlamasak-chu, yeni bir perişte, ey Allah, ma pitinin pulisiga balo verseler, buni pulisini bir yo'q qilib verseler deb mushunda duo qildi dedi. Bizni farishtalarninki duosiga erishtiradigan yana bir ish bo'lsa, qarindoshlar, mush oqshimisi yotqa vaqtida tahorat bilan yetish. Tahorat bilan uxlab qolsak, bizga farishtalar duo qildi. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Man bata tahiran fi shi'arihi al-malak la yastayqizu sa'atan min layl illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahiran." Yani biz tahorat bilan uxlasak, bir farishta bizga kechicha, ey Allah, ma bandaning gunohini afu qilgin, chunki bu tahorat bilan uxladi deb mushunda duo qildi ekan qarindoshlar. Eng oxirisida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Innal malaikata tusalli alal mutasahhirin." Farishtalar mush zo'liq yeyotgan odamga duo qildi deydi. Mayli farzni ro'za tutayli, mayli dushanba, payshanba kunlari nafl ro'za tutayli qarindoshlar. Rasululloh mush dushanba, payshanbaning ro'zasini oyninki 13, 14, 15 ning ro'zasini faqat qildim bermagan. Bu roza bizni do'zaxdan jiroqlashtirgan eng cho'ng omillarning biri. Mushu roza tutish uchun attiginsiz zo'liq yeyotgan jarayonda farishtalar bizga duo qildi ekan. Alloh subhanahu va taolo mush darsni anglab, mushning biri ikkisiga amal qilib farishtalarning duosiga erishgan qarindoshlarimiz bizlarni bir duo yangladi aslab qo'yinglar. Mush darslarni amal ba qarindoshlar boshqalarga tarqitishga biz bilan hamkorlashinglar. Alloh sizlarga rahmat qilsin. Alloh sizlarni farishtalarning duosiga muyassar bo'lishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.